Salom anime muxlislari. Animeni o'zbek tilida qidirib o'tdingizmi, lekin topa olmayapsizmi? Anibla birinchi fandom Telegramda. Anibla TVga kiringlar. Bizning Telegram kanalimizda sizlar qaysi anime va qayerda o'zbek tilida chiqayotganiga batafsil ma'lumotga ega bo'lasizlar. Men sarguzashtchi bo'lmoqchiman. Goblinlar qotili Anibla TV taqdim etadi. Telegramdagi Anibla TV birinchi o'zbek fandom. Siz o'qish yoki yozishni bilasizmi? Ha, menga ibodatxonada o'rgatishgan. Bo'lmasam iltimos, men bu o'zingiz haqida ma'lumotnomani to'ldirib bering. Ana o'tish yo'lidagi mantikora qalay senga? Unchalik hayron qoldirmadi. Yetkinchi eshitilan poytaxtda qanaqadir ruhlar paydo bo'libdi. Yaxshi pul ishlash mumkin. Pas pog'onali iblislar bilan o'zligi hal qilish olar. 15 yoshda. Demak, siz ruhoniysiz, to'g'rimi? Ha, men 15 yoshga yetganman. Va sarguzashtchilikka yordam berishni o'yladim. Mana buni oling. Bu belgi gildiyada kimligingizni aniqlantiradi. Hamma sarguzashtchilar 10 ta pog'onaga bo'linadi. Platinalik eng balani. Undan bitta pog'ona pastillali, lekin bitta o'zi yuradigan sarguzashtchilar uchun kumushligi eng balandligi deyiladi. Sizning pog'oningiz chinnili. Bu aniqlantiradigan belgi siz endigina bosh pog'onaligingizni bildiradi. Demak, yangi? To'g'ri. Agar sizga biror narsa bo'lsa, shu belgi bo'yicha kim bo'lganingizni bila olamiz. Yo'qotib qo'ymang. Xo'p. Mana shunda qabulimiz yakunlandi. Hamma topshiriqlarni mana o'tkazib qo'yganmiz. O'zingiz pog'oningizga mosini tanlab bajaring. Yoki bironta anchadan beri ishlayotgan odamlarga qo'shiling. Mabodo biz bilan sarguzashtga borardirsiz. Siz axir ruhoniysiz. Bizning guruhimizga aynan ruhoniy yetmayapti. Topshirig'i tez bajarishimiz kerak, shuning uchun bizga aynan bitta odam yetmayapti-da. Nima deysan? Tez bajarish kerak deganingiz nima? Goblinlarni yo'q qilish. Goblinlarmi? Ha, ular bitta qishloqqa hujum qilib va narsalarni o'g'irlab ketishibdi. Narsalarga qo'shib bitta qizlarni ham tortib ketishibdi. Tezroq ularni qutqarish kerak. Janoblar, kechirasizlar, lekin hammanglar chinni pog'onalilarsizlar-ku. Agar ozgincha kutib tursanglar, boshqa sarguzashtchilar ham kelishadi. Qanaqadir goblinlarni biz 4 talamiz ham bemalol yenganmiz, to'g'rimi? Ketdi biz bilan. Javobni tezroq ber. Xo'p bo'ladi. Agar men sizlarga to'g'ri ketayotgan bo'lsam, ketdi. Juda yaxshi. Ana endi biz hammamiz tayyormiz. Senga umid qilamiz. To'g'ri, umid qilamiz. Endi biz goblinlarni bir zumda o'ldiramiz. Quvonish uchun hali beri voqli. Qo'yishingcha, agar o'xshamasa biror narsa o'ylab topamiz. Aniq to'g'ri ish qilmoqmizmi? Axir tayyorlanmasdan o'zimizdan o'zimiz kirib kelamiz. Balkim qaytib tayyorlanib kelardirmiz. Nima? Biz kir bo'ldik, o'zingni bos. Namuncha qo'rqmasin. Axir bu goblinlarning bo'yi attigi bolachiladi. Dunyodagi eng kuchsiz maxluqlar. Meni qishlog'imga hujum qilgan goblinlarni o'zim haydab yuborganman. Shuning uchun qo'rqmagan. Agar hatto ajdarxon uchratizgan biror narsa o'ylab topamiz, juda ham shoshilib ketsan. Lekin hammasi oldinda. Bizning mo'ljalimiz ajdarxonlarni o'ldiruvchi bo'lish. Agar goblinlar bu ahmoqni o'ldirib yuborishsa, men bemalol hamma goblinni o'ldira olaman. Shuning uchun xavotirlanma. Hamda men bu qiz poytaxtdagi sehrgarlarning maktabini bitirgan.
Xo'sh, gamro gapiraylik. Ketdimi? Sizlarda jon tiklaydigan ichimlik yoki yana biror narsangiz bormi? Yo'q. Bizda pulimiz ham, vaqtimiz ham yo'q edi u narsani sotib olish uchun. Biz o'g'irlanib ketgan qizlar haqida xotirlanib o'tdik. Agar bizdan jarohatlar olishsa, sen bizdan tiklay olasan, to'g'rimi? To'g'ri. Menda yorug'lik sehri tiklash. Lekin men sehrimni 3 tadan ko'p ishlata olmayman. To'xtanglar. Bu nima bo'ldi? Xuddi shunaqasi kirishimizda ham bor edi-yu. Rostdanmi? O mehribon yerimizni, qorong'ulikka qadam bosgan sarguzashtchilarimizni o'z panohingda asra. Qo'y, biz qolib ketamiz. Ana ikkalasi oldinga o'tib ketishdi. Uzr. Nima bo'ldi? Men qanaqadir tovush eshitdim. Qayerdan? Menimcha, orqamizdan. Biz bu yoqqa kirishimiz bilan faqatgina to'g'ri yurganmiz. Orqamizda hech kim bo'lishi mumkin. Goblinlar. Sagida, inflamaray, radius. Olovli o'q. U o'ldi. Sagida, inflamaray, radius. Bu meniki, ber. Qani hamila undan qochinglar. Yaramas goblinlar qandoq xattinglar sig'di? Bu yoqqa kel. Mana senga. Tezroq unga sehrini ishlat. Xo'p. Mehribon ona yer. Iltimos o'zingiz yorug'ligingizni, o'zingiz bolangizni jarohatiga qo'ying. Tiklanish. Mana sallaga. Mana sallaga. Mana sallaga. Qiliching chetroq qolib turmay yaqinlashamayman. Ana ikkalasini himoya qil. Men o'zim ularni o'ldira olaman. Nima deysanlar, la'nati goblinlar? İplos! Yo'qollaring! Nimaga? Mantiqlanish jadosini ishlataman, lekin u baribir ham. Qochishlikka lilayam. Lekin olg'a. Mana sanaga. Orvatdi. Qochinglar. Kechiringlar. Kechiringlar.
Kechiringlar. Kechiringlar. Kechiringlar. Kechiringlar. Kechiringlar. Kechir, sen tuzumsan? Lekin nimaga? Mehribon ona yer Birinchisi tayyor. Ikkinchisi ham tayyor. Nima? Kimsiz? Goblinlar qotili. Goblinlar qotili? Kumushlimi? Sizlar yaqinda boshlaganmisizlar? Ha, Ko'rishim bo'yicha gapira olasan. Omading keldi. Mamuni ich. Og'rig'ing tinchiydi. eshiting. Undan ko'ra Anunga bering. Foydasi yo'q. Bu zahar. Zahar? Zaharga qarshi dori bor, lekin ancha kech bo'ldi. O'ldiringlar mani. Xo'p. Balkim biz uni qutqara olardik. O'zingni qiynama. Ich. Qottasini ko'rdingmi? Menimcha ha. Lekin Bu xo'p. Demak, goblinlar o'zini himoya qilish uchun Daydani chaqirishibdi. Men goblinlarni o'ldirishga boraman. Nima qilasan? siz bilan birga boraman. Nima qila olasan? Menda ilohiy nur tiklanish. Soni. Attiga 3 marta. Lekin ikkita qoldi. Yaxshi. Siz nima qilyapsiz? O'zimizni hidimizni ketkizishimiz kerak. Qonni hidiga o'rgan. Xo'p. 8, 9